Mana qizlarim, otingni ham marakalarni o'tkazib oldik. Joylari jannatda bo'lsin. Yaxshi odam edilar. Endi sizlarga meni ataganim bor edi, arzimasa ham tillalarim, nevaralarimga ishlatarsizlar. Men ham bugun borman, ertaga yo'q odamman. Mana. O'zingizlar kelishib bo'lib olasizlar-da endi. Qo'llarim borim shu. Oyjon, bu tillaga qo'shib uyni ham birato'lasi bo'lib bera qoling. Ko'zingiz ochuvligida talashib ham o'tirmasdik. Baribir o'g'lingiz yo'q-ku. Ikkita qizmiz. Voy opa, nima deganingiz? Onam hali tiriklar-ku, o'lganlari yo'q-ku. Unaqa gaplarni gapirmang. To'g'risi-da, mana bugun bor, ertaga yo'qmiz hammamizni. Mana davlenalari oshgan, doim kasal bo'ladilar. Yomonmi? Tirik paytda o'rtadan bo'lib bersinlar. Bizga ham hozir pul kerak, o'g'limni uylantirishim kerak, qiz chiqarishim kerak. Qaqras. Haqqimiz bor-ku, o'g'il bo'lmasa. Voy qizim, hozir shu gapingni o'ylab gapirdingmi? Men hali o'lganim yo'q, men hali tirikman. Dilimni og'ritding. Voy opa, oyim kimnikida turadilar, uy sotilsa ko'chada qolarlar-ku. Shuni o'ylamayapsizmi? Voy nima deganing bu? Nimaga ko'chada qolarkanlar? Ikkita qizlari bor, voy. Bir oy sanikida, bir oy menikida turadilar. Nima bo'pti? Voy nima deganingiz bu opa? Oyi, yig'lamang. Biz sizni yaxshi ko'ramiz, yig'lamang. Ko'chada qolmaysiz oyjonim. Voy oyijon, bo'ldi. Siqinimi? Mana biz bormiz, xor bo'lmaysiz, onajonim. Bo'ldi. Bo'ldi. Ko'chada qolmaysiz oyjonim. Bo'l. Borlaringga shukr bolalarim. Salladan boshqa kimim bor meni? Singlim, yaxki, tezki. Ha opa? Opa, bopladingiz-da. Ichimdagini aytdingiz. Shu gaplarni aytolmay yuruvdim. Yaxshi qildingiz, boru. Faqat shu opa bitta narsaga o'ylanib qoldim-da. Bir oy siznikida, bir oy menikida deb aytdingiz. Meni erim qo'ymaydilar. Shu joyni nima qilamiz? Voy, meni ham erim qo'ymaydilar. Voy, bo'lmasa qariyalar uyiga berib yuboramiz. Hozircha aldab turib yaxshi gapirib pul olmaymizmi? O'rtadan bo'lamiz, voy. Bilasan qancha pul bo'ladi bu? Nech pulga ketishini bilasanmi? U yog'in qariyalar uyida yashayveradi, xabar olib turamiz, hech narsa qilmaydi. Voy opa, yaxshi o'ylabsiz. To'g'ri aytasiz, shunaqa qilamiz. Voy singiljonim, meni aytganimni qilsang hech qachon kam bo'lmaysan. Hali ko'rasan, boyib ketamiz bu uyni sotib. Oramizda onasi yo'q inson qancha, hayotining ma'nosi yo'q inson qancha.